Agar aqlingiz bo'lsa, ikkinchi, uchinchi o'g'ilga ergating. Birinchi kelin bo'lib tajriba quyonchasi bo'lmaslik uchun. O'zi ham na qaynonani, na kelinni birinchi kelinda opiti bo'ladi. Ko'rmaganni, ko'rgani qursin deb hamma narsani sapay qildirib olishadi. Xudo, kelin salomga televizor qani? Hech qanaqa mas'uliyat sizni bo'yningizda bo'lmaydi. Nima bo'lsa, katta kelin o'rgatmagan bo'ladi. Xullas o'sin joy shaltog'ingiz ham bilmay ketadi. Mullakangiz ukamni uylantiryapman deb yiqqan terganlarni olib, uy remontini boshlaydilar. Remontdan chiqqan uyga kelin bo'lib tushasiz o'sinjon. Zamon o'zgarib, mebelingiz ham bizlarni bo'ynimizga tushib ketadi. Boshimdan o'tgani uchun oyijon xonangizga kirib narsalarni titkilamasliklariga faqat siz bilan meni barmog'imda ochiladigan shunaqa tortmalik seyf qo'ydirib beraman. Katta hovlim menga qolsin deb bo'lib chiqinglar deb eng zo'r mexanizmda mebel yasatib beraman. Umuman opti hamma narsani sindirib tashamayman deb. Hali hech kimda yo'q, oshxonangizga eng zo'r mexanizmni qo'ydirib beraman. Voy qizlarjonlar, hozir o'zi bu videoni turmush o'rtog'ingizga yuborib qo'yinglar. Tez kunda remont yoki yangi uyga ko'chayotgan bo'lsanglar, Furnimax furnituradan shunaqa katta showroomga kelib, mexanizm furnituralarni ko'rib, uyingizga zakaz qildirsanglar bo'ladi. Adresligi shundoq, Qorasaroy, Korzinkani oldi, Safiyskiy yo'lida. To'xting, yurichani bosib qo'ying, qo'ynim ko'tariladi.